Hamshira test Qarolbozor kanalida oliy toifa og'zaki savoliga javob. 6-savol. O'pka raki bilan kasallangan bemorlar reabilitatsiyasi turlari, bosqichlari to'g'risida. O'pka saratoni eng xavfli kasalliklardan biri bo'lib, uning oxiri o'lim bilan tugaydi. Asosiy sababchisi chekish hisoblanadi. Hech qachon tamaki chekmagan insonlar ham bu xavfga chalinishi mumkin. Shuning uchun ham ushbu kasallikning ilk alomatlarini bilib olish zarur. Sababi davolash ishlari qancha erta boshlansa, shifo topish ham shuncha oson bo'ladi. Bemorlarda kuzatiladi qon aralash yo'tal, ko'krak qafasida og'riq, doimiy yo'tal, nafas qisishi, charchoq hissi, tanadagi noma'lum sabablarga ko'ra og'riqning paydo bo'lishi. Qon aralash yo'tal juda yomon belgi hisoblanadi. Bu saraton kasalligining alomati bo'lmasa-da, har qanday holat bo'lmasin, shifokorga murojaat qilinishi zarur. Ko'krak qafasida og'riq, yelka yoki uning orqa qismiga og'riq tarqalishi mumkin. Ko'pchilik bemorlar bu yurak xastaligi bilan adashtiradi. Ammo og'riqlar chuqur nafas olish, yo'talish yoki kulish paytida zo'raysa, o'pkaning holati yaxshi emasligidan dalolat beradi. Zudlik bilan shifokorga murojaat qilinishi zarur. Doimiy yo'tal. Agar yo'tal 3 hafta yoki undan ham ko'proq vaqt mobaynida davom etayotgan bo'lsa, unda shifokorga murojaat qilinishi lozim. Sababi bunday holda rivojlanayotgan o'sma nafas olish tizimini bezovta qilayotgan bo'lishi mumkin. Nafas qisishi o'pka saratoni rivojlanishining yana bitta belgisi hisoblanadi. Bu holat sinadan ko'tarilganda yoki yurish davomida kuzatiladi. Bu o'smaning qisman nafas yo'llarini to'sib qo'yishi va o'pkaga bosim o'tkazayotgan va nafas olishga to'sqinlik qiladigan ko'krak qafasidagi suyuqlik to'planishi tufayli paydo bo'ladi. Charchoq hissi. Doimiy charchoq yoki uning kuchayishi kuzatilganda shifokorga ko'rinishi zarur. Bu tanada o'zgarishlar, shu jumladan xavfli jarayonlar sodir bo'layotgani belgisi hisoblanadi. Agar charchoq hissi vazn yo'qotish va ishtahaning yo'qolishi bilan birga kuzatilsa, unda o'pka saratonining rivojlanish ko'rsatkichi ancha yuqori bo'lishi mumkin. Tanada noma'lum sababdan ko'ra og'riqning paydo bo'lishi, bosh og'rig'i, aylanishi, uyquchanlik, kamqonlik va tananing boshqa qismlarida ham og'riqlar bo'lishi mumkin. Ko'pchilik ushbu alomatlarga beparvo bo'ladi va hayotini xavf ostiga qo'yadi. Tanada yuz berayotgan har qanday o'zgarish nimadandir darak beradi. Shuning uchun shifokor ko'rigidan o'tishi juda muhim hisoblanadi. O'pka saratonining turlari. O'pka saratoni odatda 4 ta asosiy turga bo'linadi. Birinchisi, kichik hujayrali o'pka saratoni. Ushbu turdagi saraton tez o'sadi va odatda o'pkaning markazidan boshlanadi. Sigaret chekuvchilarda tez uchraydi va boshqa turlarga qaraganda ko'proq xavfliroq hisoblanadi. Ikkinchisi, tashqi membrana hujayralari o'pka saratoni. O'pka saratonining eng keng tarqalgan turi va odatda o'pkaning tashqi qismidan boshlanadi. U asta-sekin o'sib boradi va erta bosqichda tashxis qo'yish ehtimoli ko'proq. Uchinchisi, katta hujayrali karsinoma. Saratonining bu turi tez o'sadigan yirik hujayralardan iborat bo'lib, odatda o'pkaning turli qismlarida kuzatiladi. To'rtinchisi, hujayralardan tashqari o'pka saratoni. Saratonning bu turi o'pkadagi asab, mushak yoki bez hujayralardan kelib chiqadi. O'pka saratonini tashxislashda ushbu usullar amalga oshiriladi. Tasvirlash testlari. O'pka saratoni tashxisi uchun rentgen, kompyuter tomografiyasi, MRTlar qilinadi. Biopsiya. Bu shubhali joylardan to'qimalar namunalarini olish tartibi. Biopsiya o'pka saratoni turini va bosqichini aniqlashda yordam beradi. Balg'am sitologiyasi. Saraton hujayralari balg'am namunasini tekshirish orqali tekshiriladi. O'pka ignasi biopsiyasi. O'pkadagi saraton hududining namunasi nozik igna yordamida olinadi. Endi davo choralari. O'pka saratonini davolashda uning turi, bosqichlari va bemorning umumiy sog'ligiga qarab turli usullarni o'z ichiga olishi mumkin. Davolash usullari: jarrohlik, radioterapiya, kimyoterapiya, immunoterapiya, maqsadli terapiyani o'z ichiga oladi. Masalan, jarrohlik terapiyasida esa saratonni sog'lom to'qimalarning chegarasini olib tashlanadi. Radioterapiya bu saraton hujayralarini o'ldirish uchun rentgen nurlari va protonlar kabi yuqori quvvatli nurlardan foydalaniladi. Kimyoterapiya saraton hujayralarini o'ldirish va ularning o'sishini oldini olish uchun ishlatilishi mumkin. Immunoterapiya saraton kasalligiga qarshi kurashish uchun immunitet tizimidan foydalaniladi.
Maqsadli esa bu dori terapiyasi hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, o'pka saratoni jiddiy sog'liq muammosi bo'lib, erta aniqlanganda davolanish imkoni ortadi. Shuning uchun muntazam tibbiy ko'riklardan o'tish va chekmaslik kabi ehtiyot choralarini ko'rish muhim hisoblanadi. Bilsangizlar, mana shu og'ir yotgan bemorlarga palliativ yordam ko'rsatiladi. Bu palliativ yordam degani bu og'ir va tuzalmaydigan kasallikka chalingan bemorlar hamda ularning oila a'zolariga ko'rsatiladigan maxsus tibbiy va ijtimoiy yordam turi hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi og'riq va noxush belgilarni yengillashtirish, bemorlarning hayot sifatini yaxshilash, ruhiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash, oilasiga ham yordam berish hisoblanadi. Palliativ yordam asosiy diqqat kasallikni tuzatish emas, balki bemorga imkoni boricha yaxshi va tinch hayot kechirish sharoitini yaratishga qaratilgan bo'ladi. Asosiy hamma ham kasallikni oldini olish uchun yiliga doimiy, muntazam chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklardan o'tib turish va kasallikni vaqtida aniqlashdan iborat. E'tiborlaringiz uchun